ilk kelinlik kunim. Dilorom ertalab ko'zini ochganda avvaliga qayerdaligini bilmadi. Shift bu uning ota uyidagi shift emas. Bu xonaning hidi, hatto yostig'ining yumshoqligi ham begona. Bir lahzaga to'y kuni qanday o'tgani, o'sha shovqin, qizil yashil atlaslar va do'stlarning kulgusi esiga tushdi. Keyin miyasiga sen endi kelinsan degan sovuq bir haqiqat urildi. Oyoq uchida turib ko'zguga qaradi. Ko'zlarining osti sal shishgan. Yuzida esa kechagi hamma bo'yanish qoldiqlari. Bu uning yangi hayotdagi ilk tongi qiyofasi edi. Eshik ochilib, qaynona Zebo opa kirib keldi. Yuzida tabassum bor edi-yu, bu tabassum ortida qat'iy bir talab yashirilganday edi. Salom Dilochka, yaxshi dam oldingizmi? Hali ertalab, lekin endi bizda tartib qattiq, hamma vaqtida turadi, dedi Zebo opa ovozini pasaytirib, lekin qat'iy ohangda. Qani endi bizga shunday bir chiroyli salom bering, hamma havas qilsin. Dilorom uydagilarga salom berish uchun pastga tushganida ko'zi tushgan birinchi narsa hovlining deyarli nuqsonsiz tozaligi bo'ldi. Hamma yoq yuvilgan, supurilgan. U o'z uyida ham ozoda edi, lekin bu yerda ozodalik san'at darajasida edi. Dasturxon boshida turish bu qoidalarning faqat kichik bir qismi edi. Kichik kelin sifatida uning zimmasiga birinchi navbatda ertalabki nonushtaga xizmat qilish tushardi. U shoshib choyni suzdi, non uzdi. Qaynota, eri Shohrux va qaynukalarining hamma harakatini kuzatib turganini his qildi. Uning qo'llari sal qaltirar edi. Nonushtadan so'ng Diloromni yangi tartiblar girdobi kutardi. Idish yuvish, kir yig'ish, kir yuvish mashinasini ishlatish. Qaynona doim yonida turib nazorat qilar edi. Va eng asosiysi, qaynonaning oshxonadagi san'atini o'rganish. Dilorom palovga piyozni bunday to'g'ramaysiz. U mayda bo'lishi kerak. Mening erim katta piyozni yoqtirmaydi, dedi Zebo opa pichoqni olib ko'rsatib. Agar biror narsa to'g'ri bo'lmasa, uni ko'z qismi bilan darhol tushunishim kerak. Axir siz bu uyning yuzi, mening tarbiyamizning aksisiz. Diloromning onasi unga hamma narsani o'rgatgan edi, lekin bu yerda hamma narsa boshqacha edi. Qaynona usulida tuzning miqdori, ziraning turi, hattoki guruchni yuvish harakati ham farq qilardi. U o'zini oshpazlik maktabidagi talaba kabi his etardi. Bu yerda hatto eng kichik ham jimgina tanbehga sabab bo'lardi. Kechki payt hamma uxlab yotganida Dilorom yotoqxonada Shohrux bilan yolg'iz qolar edi. Bu yagona tinchlik va erkinlik lahzalari edi. U kechasi yig'lab yuborishni xohlardi, lekin o'zini zo'rg'a tutib turar edi. Shohrux dedi, bir kecha men hamma narsani to'g'ri qilishga harakat qilyapman, lekin onangiz. Shohrux uni quchoqlab oldi. U juda mehribon va e'tiborli er edi. Uning tashqarida ishi bor edi. Uy ichidagi mayda-chuydalar unga begona edi. Azizim, bu oddiy, tushunasizmi? Barcha kelinlar o'tadigan sinov, dedi Shohrux. Onamning shunday fe'li bor, lekin u yomon odam emas. U shunchaki tartibni yaxshi ko'radi. Biroz chidang. 2-3 oydan keyin hamma narsa joyiga tushadi. Ko'nikasiz. U sizni yaxshi ko'rib qoladi.
Shohruxning so'zlari unga biroz taskin berdi, ammo keyingi kun baribir sinovlar bilan boshlanardi. Bir oydan so'ng Dilorom endi idishlarni ko'zi yumuq holda yuvardi. Oshxonadagi harakatlari ancha tezlashgan, deyarli bexato bo'lgan edi. U qaynona nimani talab qilishini hatto aytmasdan ham oldin tushunardi. Lekin u hali ham o'zini o'z uyida his qilmasdi. U xonadagi har bir narsa, hatto choynakning turishi joyi ham o'z qoidasiga ega bo'lgan muzeydagi qimmatli eksponat kabi edi. Uning eng katta orzusi kechqurun yotishdan oldin bemalol musiqa tinglash yoki faqat o'zi uchun bir stakan choy ichish edi. Ammo bu orzu ham uyquga ketardi. Uning uyi, bu oila, bu qaynota-qaynonaning mulki edi. U esa ularning uyiga mehmon emas, balki xizmatkor sifatida kelgandi. U endi tushgan chiqqan qiz emas. Endi bu uning shaxsi va orzularini bir muddatga chetga surib qo'yishini talab qilardi. Bir kuni kechki ovqat paytida Diloromning choyxonada tayyorlangan somsasi a'lo chiqdi. Hamma maqtadi. Zebo opa yuzi yorishib jilmaydi. Ha, mana. Mening ta'limim zoyi ketmadi. Dilorom, endi sizning somsangiz mening somsamdan qolishmayapti. Bu oddiygina maqtov Dilorom uchun g'alaba belgisi edi. Uning yelkasidan og'ir yuk tushganday bo'ldi. U ko'nikish, moslashish orqali bu oilaning bir qismiga aylanayotganini tushundi. Bu endi kelinlik sinovi emas, balki yangi hayotga kirish imtihoni edi. U bilardiki, oldinda hali ko'p sinovlar, kichik-kichik kelishmovchiliklar, Shohrux bilan oradagi nozik vaziyatlar va eng muhimi onaning roli bor. Lekin u o'zini topgan, o'z o'rnini mustahkamlagan edi.